Hammalarga assalomu alaykum. Mana ko'p bo'ldi kollektorlarni qo'yildi. 2 litrdan suvlar aylantiryapmiz mana. Частотный насос Shemji firmasiniki 25 ga 6, 25 ga 8 bu yerda trassa kattaligi uchun preходовойlar bilan главныйda. Yana 25 ga 8 bizda mana filtr qo'yib qo'yganmiz kerak. Temir kotelimizga keladigan bo'lsak 30 kWlik нижний galina kotelimnadi degan. Hozir polni suvda bir sirkulyatsiya qilib havolarni chiqaryapmiz. Xudo xolasa havosi ham chiqib qoladi dedi. Bu yerda gaz bor ekan o'rtoqlar, gaz bor uchun нижний galina berdik. Gaz bor yerga нижний galina zo'r effekt beradi. Bu gazga ham turbalar montaj qilib qo'yilgan. Tepadan temirdan kelib turib, biyalarni plastmassadan qilib qo'ydik. Hojatxona kattaroq degan hojatxonaning ichiga joylanib ketdi bu narsalar. Mana cho'qlib polga mana shu yerga devor urilib, xona bo'ladi. Bu tomon endi polni prozrachniy ayna bo'lgani uchun bu tomonga radiator qo'yishga endi qaror qildik. Polni mana shu yerda cho'qlib pol 827 ga 427 cho'qlib bo'lib ketdi. Bu tomon polni mana ekitaj binolar 300 kvadratga yaqin 250 kvadrat joy chiqdi. 300 kvadratga kotelonlar tebiga. Mana shu tomon polni siydi endi. Mana shu tomon polni siydi o'rtoqlar. Mana shu yer xona qilib to'siladi. Bu yer katta holga o'xshab endi o'tiradigan joy qilingan. Ham radiator, ham teplik pol bo'ldi bega. Kotelni yoqish jarayoniga kelib qoldik. Hozir hozir yoqamiz, tekshiramiz, sistemani qilamiz. Kim mana shu uslubalarga deb bo'lsa, aytorasida xudo xolasa imkoniyat bo'lsa, yaqin o'rtada bo'lsa qilib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa biz kotellarni jo'natamiz. Bunaqa sistemalarni ham ko'rsatib tashlab turamiz. Qancha savollarimizni bemalol ko'rasizlar. Demoxodlar mana temirdan qilingan, lekin stiklodan обязательно urilgan. Kondensatlar suvlar oqmasligi uchun. Kotellarimizga keladigan bo'lsak, buni chap tomonligi bor, o'ng tomonligi bo'ladi. Uni mana joylashga qarab turib tanlaysizlar o'zingizlar. Kotellar polni teplobmenlik trubniy bo'ladi. Issiq aylanadi endi turbadan. 4 qator turba bo'ladi bularda. Kimga xudo xolasa mana bunaqa ishlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Uni ham qilib berishga harakat qilamiz o'zimiz andijonchida bo'lsa. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Hozir radiatorlarimiz panelli radiator bo'ldi. Bu yerda alyumin yo'q. Hammasi panelli radiatorlar bo'ldi. Hammalarga xayr-oqibat. Omon bo'lasizlar.